Nega his qilyapsiz? Remontga ulguramanmi deyapman. Fasad qolib ketdi, kullar sovib ketyapti. Voy, shu ham muammo. Mana qarang, hozir bitta telefon qilamiz. Jigar hozir lokatsiya tashiyman. Shundoq kelib ketding bir joyga. Ishonmadingiz-a? Kim bular? Voy, aka-uka ustalar. Tanimaysizmi? U? Gap yo'q. Mana o'sha kelishdi. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Mana shu joy срочный bitirish kerak. Bo'ldi, boshlaveramiz. Lekin mani avansim tayyor emasdi. Avansni xavotir olmang. Biz ishni boshlaymiz. 20% ishni qilganimizdan keyin avans olamiz. Gap yo'qmi? Bir minutda. Men hali bo'tga ko'chib kelganim yo'q. Bularga abet kim tashiydi endi? Voy, okay. Bu aka-uka ustalar-ku, eshitib turing. Hech narsa shart emas. Abed ustalari boqish hammasini o'zligi hal qilishadi. O'shaning uchun hamma julega qildiryapti. Voy, zo'r aka, rahmat. Ishoning, o'shaning uchun bilan chaqiring. Shundoq fakturalarni kelib so'raylik. Hoji aka, bilasiz-ku, men sizga xana-xuna ustalarni maslahat bermayman. O'tgan safar video qilganimdan keyin qancha odam uyini bitirishgan bo'lsa, birontasini uyaltirib qo'yishmadi. Eng qizig'atiga $10 dan mana shu hamma mahsulot, lesa, patkulch ustalarni abed boqishigacha ichida $10 dan siz xohlagan usulda, xohlagan xildagi travertin mahsulotini o'zligi bitirib berishadi. Pastda kontaktlarni qoldiraman. Hozir aloqaga chiqib, chaqirsangiz hisoblab hammasini batafsil tushuntirishadi. Hozir telefon qiling-da. Bozorga borib bu narsalarni olib kelib olsam, stroy material. Voy, bozordan cho'p ham olib kelmaysiz. Mana buni qarang, o'zligida travertin, Lucento, Marmarino, Leonardo hammasi bor. Mazzami? Gap.